Hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Tuvanda diqqatinglar tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trump davlatiga Xitoy virusining tarqalganligidan andishalanib, Xitoyni aybladi. Sobiq prezident Shimoliy Karolinadagi Cumhuriyetchilar partiyasining yig'inida so'zlagan nutqida Xitoy dunyoga virus tarqatganligi sababidan dunyodagi barliq davlatlarga to'lam to'lashi kerakligini, davlatlar Xitoydan 10 trillion dollar to'lam talab qilish qonun loyihasi sunishini, Xitoyga to'laydigan qarzni dunyoga to'laydigan oldin to'lam sifatida bekor qilishi kerakligini va buni birlikka kelgan ovoz bilan dunyoga jakolashni talab qildi. Shuning bilan bir vaqtda Amerikaning Xitoyda ishlangan barliq tovarlardan 100% boj elishi, balki texmi o'stirishi kerakligini, bojni o'stirganda Xitoyning harbiy qurilishining to'xtaydiganligini, shirkatlarning Amerikaga qaytib keladiganligini aytdi. Trumpning deyishicha, uning eng chong tadqiqotchilari atalmış mutaxassislarmi hozir uning 13 oy ilgari o'tirg'i qo'ygan Xitoy virusining tajribaxonadan chiqib ketganligiga ishonadi ekan. Trump doktor Antoni Faucining tarqalishining dastlabki mezgilida tajribaxonadan eqish nazariyasidan yiroqlashganligini tanqid qilib, u doktor emas, balki do'zaxni qo'llovchi, siyosiylardan bakrak televizorni yaxshi ko'radi degan. Germaniya tadqiqotchilarining yangi tahliliga qaraganda, Xitoyning tug'ut cheklash siyosati 20 yil ichida Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning tug'ilishini 2 million 600 mingdan 4 million 500 minggacha azayta oladi ekan. Bu Sharq Turkistondagi nüfusning 3dan 1iga yetadi ekan. Reuters agentligi bilan maxsus hamkorlangan dokladda Xitoy akademiklari va amaldorlarining Sharq Turkistondagi tug'ut cheklash siyosatining orqasidagi Xitoy mutoasi to'g'risida ilgari e'lon qilingan tadqiqotlarmi bor bo'lib, hukumat sonliq ma'lumotlarda 2017 yildan 2019 yilgacha tug'ilish nisbati allaqachon 47,7% tuvalgan. Kishilik huquq tashkilotlari, tadqiqotchilar bu siyosatning Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning yangidan yo'lga qo'ygan tug'ilish cheklamasi, ishlarning boshqa rayonlarga yo'tkilishi va taxminan 1 million Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning lagerlarga sulanganligini o'z ichiga oladiganligini o'tirg'a qo'ydi. Adrian Zinizning aytishicha, bu tahlil Xitoyning Uyg'urlar uchun uzun muddatli planining muddaosini ko'rsatib bergan. Xitoy hukumati Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning nisbatini tuvalatish uchun hech qanday rasmiy nishonni oshkorlamadi. Oldingi hafta Beijing oilalarning 3 bolali bo'la oladiganligini e'lon qildi. Bu 2 boladan eshib ketdi. Yolg'iz farzand siyosati Xitoy nufusining qarashiga ergashib 2016-yili amaldan qoldirilgandan buyongi eng chong siyosat o'zgarishi bo'lib, bu bayonotda Xitoydan boshqa millatga oid hech qanday mazmun yo'q. Ba'zi tadqiqotchilar va huquq tashkilotlari yangi yo'lga qo'yilgan jarimani qo'yish qoidasining Sharq Turkistondagi Xitoyning degani bo'yicha tug'ilish normidan eshib ketgan ahvollarga qarata yo'lga qo'yilmay, tutib turish jazosining yo'lga qo'yilishining o'zaro hech mos kelmaydiganligini o'tirg'a qo'ydi. 2020 yili oshkorlangan Kompartiya xotirasida Sharq Turkistonning janubidagi Qarqash noyasidagi atalmış qayta tarbiyalash lageri Adrian Ziniz tarafidan doklad qilingan bo'lib, bu tizimlikda tafsiliy bayon qilingan 484 nafar kishining 149 nafari planliq tug'utga xiloflik qilganlik uchun qamalgan. Sharq Turkistonning janubida turishliq yerlik hukumatning o'ch elishidan ansirab, ismini oshkorlashni xohlamagan bir amaldor, bu tanlash emas, barliq Uyg'urlar cho'qim amal qilishi kerak bo'lgan jiddiy vazifa degan. Adrian Zinizning rasmiy sonliq ma'lumotlariga qaraganda, Uyg'urlar ko'p sonliqni tashkil qiladigan Sharq Turkiston noyalarida 2019 yili tug'ilish nisbati 50,11% tuvalgan. Xitoy ko'p sonliqni tashkil qiladigan noyalarda 19,17% tuvalgan. 2014-yildan 2020-yilgacha bo'lgan oraliqda e'lon qilingan analizlarda ko'rsatilishicha, planliq tug'ut siyosatining qattiq yo'lga qo'yilishi davlat bexatarlik andishasining turtkusi bo'lib, Uyg'ur nüfusini suslashtirish, bu planga bo'lgan sadoqatini oshirish ekan. Xitoy amaldorlari tuzgan hujjatda atalmış Şinjan amaldorlari va davlatga qarashli akademiklarning ijtimoiy muqimlikqa tahdid deb qarab, Xitoylarning nisbatini oshirish va Uyg'urlarning nisbatini tuvaltishning zarurligi tilga ilingan. Atalmış Şinjan Tarim Universiteti Chegara tarixi va Coğrafya institutining mudiri Liao Jiaobu 2015-yildagi bir ilmiy faoliyatda planliq tug'ut siyosati va texnik keng praktika programmasi to'liq yo'lga qo'yilishdan burun atalmış Şinjanda cho'qim Uyg'urlarning hukmronlik o'rnini oxirlashtirish kerakligini o'tirg'a qo'ydi.
Adrian Zines ve başka mutaxassislar 1948 yildagi irqiy qirg'inchilikning oldini olish va uni jazolash ahdnomasini ko'rsatib, bir millatni nishon qilgan tug'ilishning oldini olish irqiy qirg'inchilikning o'lchamiga to'shadigan bir harakat deb ko'rsatdi. Fransuz mutafakkiri Montesquieu yaxshi axloq vatanparvarlikni tug'diradi. Vatanparvarlik yaxshi axloqni tug'diradi degan. Zulmga bosh egmaslik, zolimga fursat bermaslik, huquqqa, shuhratga, mol-dunyoga intilmaslik, shaxsiy manfaatdan voz kechish, fidokorlik tuyg'usi vatanparvarlikni borliqqa keltiradi. Vatanparvarlik insonning ruhini pokizlaydi, yuksaltiradi, oxiratda katta mukofotlarga erishtiradi. Tar manfaatchilik, hirismanlik, shuhrat, amal va mansab tuyg'usi insonni andisha, qo'rqish, ochko'zlik, kibrga boshlaydi. Boshqalarning haqqiga hurmat qilmaydi. Jafo mushaqqatdan qochadi. Vatan xalq g'amini yemaydi. Ahamiyatsiz bir hayotni yashab o'tadi. Vatanni sevishdan kelgan fidokorlik tuyg'usini ko'zga ilmay oddiy qaragan insonlar nachar insonlardir. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.